qaynona tomonidan, er tomonidan, oila tomonidan mana shu yuklamalarning ta'sirida u ham jismoniy bo'lsin, ham ruhiy bo'lsin, bu yuklamalar ta'sirida bechora ayol o'sha depressiyaga, tushkunlikka, nevrozga tushib qoladi. Qaranglar, bu yerda eng muhim masalalardan bittasi ko'tariladi. Umuman ayolning fitrati masalasi turadi. Ya'ni ayol o'zi juda nozik xilqat qilib yaratilgan bo'ladi. Biz shuni tushunmaymiz. Biz shuni anglamaymiz. Ko'p ayollarning nevrozga uchrashi, depressiyaga uchrashining asosiy sabablaridan bittasi mana shu nozik qilib yaratilgan xilqatga juda ko'p yuklama tushishyapti. Har tomonlama. Eski mavzu qaynona tomonidan, er tomonidan, oila tomonidan mana shu yuklamalarning ta'sirida u ham jismoniy bo'lsin, ham ruhiy bo'lsin, bu yuklamalar ta'sirida bechora ayol o'sha depressiyaga, tushkunlikka, nevrozga tushib qoladi. Ajoyib mavzu. Mana shu haqida men gapirishim kerak. Erkaklarimizni ayollarga bo'lgan munosabatda ham ko'p holatlarda depressiyani, nevrozni sabablaridan bittasi bo'lib qoladi. Nima uchun? Hozirgi kunda ayol kishi e'tibor kimdan oladi? Eridan oladi asosan e'tibor. Lekin bu bo'lish kerak emas. Jamiyatimizda shunday yomon tendensiya borki, erkaklarimiz alohida dunyo bo'lib olgan. Ya'ni oilasiga vaqti juda kam. Bolalariga ajratishi mumkin, buni aylantirib kelishim kerak, lekin ayolini o'ziga vaqt ajratishi juda kam. Ish bilan ko'chada og'aynilar, birodarlar, u yoqqa bor, bu yoqqa bor, dachaga bor, safarga bor, shu bilan uyga aynan o'zini ayoliga bo'lgan e'tiborini kamligi jihat bo'lgani uchun mana hozirgi jamiyatda ayollarimiz o'rtasida nevroz va depressiyalar ko'payib ketyapti.